1, 2, 3, 4. 400 dollar qimmat. Shuni 50 ni aytamiz, 350 dollar. Darvoza Purush akamizga beramiz. 350 dollarga uyingizga shuni olib o'rnatib berishadi. Bunaqasi bo'lmagan. Bundan tashqari hayron qoldiradigan darajada darvozalar optim narxlarda qilib beriladi. Shu ko'rib turgan listi darvozamizni 7,5 millionga shu turishini qilib berishadi. Bozorda 10 million, 8 milliondan sotib ham yurishdi. Undan shetda arzondan olib, undan tashqari Samarqand fasonda 1,5 milliondan kvadratni chiroyli qilib berishadi. Shu turishi 15 million bo'ladi. Darvozalar nihoyat arzon. 200 dollarga ham darvoza bormi deganlarga mana mashina 200 dollarga olib bemalol 10 nasalang bo'ladi. Razmerlarning farqi yo'q. Darvozalar ko'rib turganlarning tayyorlari bor. Zakazga deganlarga zakazga beproblema chiroyli holatda ustakalarimiz qilib berishadi. Kiratgani o'zlari chachanlar, shuning uchun arzon. Xonadonlari bozorga zivor to'lamdan narsalar yo'q. Shuning uchun darvozalar arzon chiqadi. Undan tashqari bu tomonda yana hamyon bormi deganlarga bu tomondagini shu turishini 5,5 millionga berib yuborishadi. Bunaqasi bo'lmagan pasta nomerlar bor. Ravshanbekdan olim sanayni chiroyli qilib berishadi.